bir umr dori ichib yurishni xohlamasangiz, hozirgi tavsiyalarimizga amal qiling. Hammamizga ma'lum A, B, C, D, E gepatitlar mavjud. Shular ichida xavflisi B, C, D gepatitlar. Chunki bu gepatitlar jigar sirrozi, jigar saratoni kabi asoratlarga olib kelishi mumkin. C gepatitni davosi bugungi kunda mavjud. 3 oy dori vositalarini qabul qilish bu kasallikdan butkul organizmni xalos qilishi mumkin. B gepatitni C gepatitga o'xshab organizmdan butkul chiqarib tashlaydigan dori vositalari bugungi kunda fanda mavjud emas. Shuning uchun ham bu kasallikni yuqtirmaslikni albatta eng asosiy o'ringa chiqamiz. Boshqa qilib aytganda bu kasallikni yuqtirmaslik mumkin. Qanday qilib? Emlash orqali, vaksinatsiya o'tkazish orqali. Chunki bugungi kunda B gepatitga qarshi emlash tizimi mavjud. Vatanimizda 2003-yildan beri amaliyotga kiritilgan va 2003-yildan keyin tug'ilganlar barchasi emlangan va shu kasallikka chalinmay sog'lom hayot kechiryapti. Bu kasallikka qarshi emlanish organizmni shu kasallikdan himoya qiladi. B kasallikka, ya'ni B gepatitga emlanish D gepatitdan ham himoya qiladi. Chunki D gepatit B gepatitisiz o'zi organizmga tusha olmaydi va rivojlana olmaydi. Chunki D gepatit nuqson virus hisoblanadi. Shunday ekan emlash tizimidan samarali foydalaning, o'zingizni, sog'lig'ingizni, oilangizni va jamoat sog'lig'ini saqlashda emlashning samarasi juda yuqori. Doimo emlangan holda sog'-salomat, xavotirsiz hayot kechirishingizni istaymiz.